Shayx salati. Bunaqasini faqat restoranlarda qimmatga sotganingiz aniq. Endi bo'lsa bu salatni uy sharoitida tayyorlab mazza qilib yeyishingiz mumkin. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda salat qilishga o'tamiz. Bismillah. Birinchi bo'lib go'shtni qaynatishga qo'yamiz. Chesnokni ezib mayda qilib to'g'raymiz. Svetofor bolgarlarini uchburchak shaklda to'g'raymiz. Konserva mahsulotlaridan Eurofood konservalaridan foydalandim. Tuzlangan bodring, qo'ziqorin va gorохni birin-ketin solamiz. Ko'k piyoz va qizil piyozni ham videoda ko'rsatilgandek to'g'rab solamiz. Go'sht va cherri pomidorlarimizni solib, soya, yog' solib aralashtiramiz va dasturxonga tortamiz. Bu retseptni puli ko'p opalarga yuborib qo'ying, yoqimli ishtaha.